Video olayotibdi. Yo'q, chiqarib. Men yezdan turib bu yerga. Yo'q, oqsoqol bu yoqdan kel. Oqsoqol bu tomonga. Shu. Qarang, yigitlar. Bitta stolda olib kelib, baba bobo stolda olib kelib, yoniga. Qarang, bobolar. Buda kulib o'tirasizlar. Men hozir o'tiray. Sen o'tir bo'ldi. Buda kulib. Boboni yaqinroq. Man, kom, navram. Ko'pincha yangi O'zbekiston haqida gapiringlar, eskilikni qo'shtirmaydi. Yangi O'zbekiston haqida. Mamlakatimizda keksalarga yaratib berilgan sharoitlar, Juda zo'r. front orqali qatnashchilargina mana hozir rag'batlantirilyapti bugun. Juda davlatimizning mana siyosati bugun birinchidan keksalarga g'amxo'rlik qilish, hurmat qilish, ularni e'zozlash, ularni hurmatini joyiga qo'yish, yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, yoshlarimizni har qanday bola qazolarga karimasi ekstremizm, boshqa oqimlarga kirib qolishdan ham bizning vazifamiz bu. Boboga ayting endi shuni. Ha? Davay. Ana yoqda ko'yning gag'ini o'yla. Ha, bu yerdan. Mana. Ustalar hazrati Davron aka. Mana shu bilan oyoq qoqilib ketibdi shuni. Yoqamni bekat ketdi. Ya qoqilib ketdi. Menga boshimga soya keldi yo. Tabrigini yetishib keldik hamma viloyatdagi rahbarlarga. Hamma mana nevaralar, qo'shnilar hamma kelsin. Aziz va muhtaram Hamrayev Shohimardon ota. Sizdek mo'tabar faxrimizni xotira va qadrlash kuni hamda Ikkinchi jahon urushida erishilgan buyuk g'alabaning 80 yilligi bilan chin qalbimdan samimiy tabriklab, yuksak hurmat, ehtiromim va ezgu tilaklarimni izhor etishdan baxtiyorman. Vatan ozodligi yo'lida mardona jang qilib, insoniyatni fashizm balosidan asrab qolishga munosib hissa qo'shgan, o'z siymosida bir asrlik tarixni mujassam etgan ulug' inson sifatida siz hamisha xalqimiz, davlatimizning mehru ardog'idasiz. Xalqimiz siz bilan haqli ravishda faxrlanadi. Sizning urushdan keyingi og'ir tiklanish yillaridagi fidoyi mehnatingiz,
mazmunli hayot yo'lingiz ham el yurtimiz, ayniqsa yoshlarimiz uchun chinakam ibrat maktabidir. Mana shunday tabarruk yoshda ham oltinga teng duolaringiz, maslahatlaringiz bilan yangi O'zbekistonni barpo etishga katta hissa qo'shib kelayotganingiz uchun sizga ko'p millatli xalqimiz nomidan, o'z nomidan chuqur minnatdorlik bildiraman. Biz uchun mardlik va qahramonlik timsoli bo'lgan, hayotimizga alohida fayz bag'ishlab kelayotgan siz kabi aziz va mo'tabar faxriylarimizni e'zozlab, e'tibor va g'amxo'rlik ko'rsatish bundan buyon ham doimo muqaddas bo'lib qoladi. Shunday